Olot tuman politexnikumi doimo bilim olish va izlanish istagidagi yoshlarni 2025-2026 o'quv yili uchun quyidagi mutaxassisliklarga o'qishga taklif qiladi. 9-sinf bitiruvchilari negizida kunduzgi ta'lim shaklidagi avtomobillarni ta'mirlash va ularga texnik xizmat ko'rsatish, apparat va dasturiy ta'minot sozlovchisi, traktorchi mashinist, elektromonteur, melioratsiya texnikasi operatori, chorvador, quyosh panellarini o'rnatish va ularga texnik xizmat ko'rsatish. 11-sinf bitiruvchilari negizidagi kunduzgi ta'lim shaklidagi suv xo'jaligi va melioratsiya, veterinar feldsher, umumqurilish ishlari ustasi, suv ta'minoti hamda kanalizatsiya tizimlaridan foydalanish va montaj qilish, yo'l qurilish, ko'tarma transport mashina va jihozlarini ishlatish. Shuningdek, dual ta'lim shaklidagi tikuvchi va to'qimachilik ishlab chiqarish kabi mutaxassisliklar mavjud. Yuqoridagi mutaxassisliklarda o'quvchilar 2 o'quv yili davomida zamonaviy axborot kommunikatsiya jihozlari bilan ta'minlangan kompyuter xonalari, innovatsion dasturlar orqali ishlovchi B.S. toifali avtomobil haydovchisi kurslariga mo'ljallangan o'quv va o'quv amaliyoti uchun mo'ljallangan zamonaviy tipdagi o'quv ustaxonalarida bilim olishadi. Politexnikum bitiruvchilari hamkor tashkilotlarga ishga qabul qilinish bilan birgalikda 11-sinf negizidagi mutaxassisliklarni tugatgan bitiruvchilar oliy ta'lim muassasalariga 2-bosqichdan suhbat asosida o'qishga qabul qilinish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Sizlarni Olot tuman politexnikumiga o'qishga taklif qilamiz. Bizning manzil Olot tuman Bekobod ko'chasi 2-uy. Murojaat uchun telefonlar 94lik kodi bilan 657 72 70, 93lik kodi bilan 377 21 04, 94lik kodi bilan 246 09 84.